Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi yangi lokatsiyamiz Urgut tog' yonbag'rilarida joylashgan Xo'ja Ammon ziyoratgohidir. Bu ziyoratgoh Urgut markazidan 5-7 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, mashina yoki piyoda 20-25 daqiqada yetib borsa bo'ladi. Bu ziyoratgohning tarixi shunday iboratki, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zboq yaxshimisiz? Tinchmi? Charchamayapsizmi? Bizlar YouTube platformasi uchun shu ijtimoiy tarmoqlarga turli xil ziyorat joylarni, mana shu har xil qadam joylarni videoga olib, qisqacha ma'lumotlar olib yig'ib. Mana shu yerda tarix to'g'risida, qanaqa joy bu, qachon tashkil topgan, shu to'g'risida ozroq ma'lumot bersangiz. Mayli uka. Bu yerga Xo'ja Ammon ziyoratgohi deyiladi. Bu kishining asli otlari, ism shariflari Xo'ja Muhammad Abu Abdulloh. Muhammad payg'ambarimizning amakilari, Abu Tolibning farzandlari. Bu kishilarning dadalari Xo'ja Chorchinor deyiladi, Sufyon qishlog'idan. Ular Balxdan bo'lgan, Bag'doniy Jelon qishlog'idan, Al-Jeloni deydi. 9-asrning 21-yillari, 1300 yillar oldin dushmanlari kofirlar ushlaydi, dadalari 4 aka, 2 siniylarning bir allomani olib kelib, mana buni o'qib bajaringlar degan edi. Bu kishilar o'qib qaraylarki, u Xudoga to'g'ri kelmaydi. Hattoki ular aytgan ishlarni bajarsalar, mana bizlar bandalar ularni qo'liga bir azob bilan yuraymiz. Bajarmaganlari uchun ushlab uradi, o'ldirmoqchi bo'ladi. Bir iloj qilib ularni qo'lidan Bag'doddan qo'shadilar. Bag'doddan Termizga, Termizdan Qarshiga, Qarshidan Tog'mato Urgut tumanining 4 tomoniga kelib yo'shinadilar. Dadalari charchab, Sufyon qishlog'iga, Chorchinor degan joyga charchab qoladilar. Bu kishining mana maqbara bor-ku. Şu maqbaragacha qurib keladi keyin bu 9-asrning 21-yillariga 1300 yillar oldi. O'sha yillar mana bu buloq chashmalar katta ekan. Hattoki kema paraxodlar ham yurar ekan mana shu yerlarda. Onlardan bir katta suv chiqib qoladi. Qochishga iloji yo'q. Xudoga nola qilishdilarki, ey Xudoyim, nima qilay? Suvga tashlasam o'laman. Bo'lmasa bular yetib kelib o'ldiradi. Shu niyat qilganlari uchun mana shu yerga Xudo tomonidan maqbaraning joyi yer ochilib g'or paydo bo'ladi. Bu kishi kirarlar. To ular kelguncha to'xtanarlar, do'stlik qilib ularni panoh qilar ekan. Ular yetib kelib, bir ikkitasi men ko'rdim sherga kirdi deb aytar ekan. Qolgani aytar ekanki, bir inson bu yerga kelgan bo'lsa, bu to'xtanarlarni to'g'ri uzilaydi, odam ko'rinmaydi. Yo'q. Suvga tashladim deb, suvga qarar ekan, balig'idan boshqa hech nima ko'rinmaydi. Hayron qolib, bu qanday inson ekanki, ko'zimizda oldidan yo'qotib deb bir-biri bilan maslahtlashayotganda Xudo tomonidan ularning ko'ngliga bir qo'rqitish, vahim paydo bo'lib orqada qochib ketar ekan. Ular ketgandan keyin Xudoning amri bilan to'xtanarlarni to'g'ri uzilib ichkari o'ydin bo'ladi. Bu kishi tashqariga chiqib xalqqa qarab aytgan ekanlarki, ey xaloyiq, mana endi ism sharifimni Xo'ja Muhammad Abu Abdulloh demanglar. Men bularning qo'lidan amon qoldim. Meni Xo'jaga amon denglar. Toki hayot bor, man bor. Kim dardimda shubha topaman desa, meni oldim kesin, mushkulni oson qilaman deb ko'rsatdilar. Aytgan ekanlar, bu kishi deylar mana Xo'jay Xizr, Shoy Zindaga o'xshab, bizlarga o'xshab hayotda deylar. Bizdan keyin ham bu kishi hayotda to qiyomat qo'yingacha deylar. Lekin men o'zim ko'rmagandim. Men hozir 64 ga kirdim. 28-apreldan beri. Bu kishini xizmatlariga meni dadam kamiga 40-50 yil xizmat qilib uchun dunyoga yo'qdilar. Bizlar 7 yasharimizdan shu xizmatni supurib, sidirib qilib yurgan inson edik. Araga bizlar dadamiz qardidilar, boshqa ish bilan bo'ldik. 5-6 yil mana bu yerga har kimni qo'ydilar. Havuzlar bor katta-katta. 200-300 kishi cho'milaydi. Mana ruslar, bir boshqa millatlarning ayollari kelib, mana shu yerga ular ham yalang'och bo'lishib biladi. O'zimiz ham ko'rgan. Mana bu yerga fisq fasod, aroqxona, janjol g'urbatli bo'ldi. Katta qonlarimiz 4 kishi majbur meni qo'ydilar. 1-2 yil shalloq ham yedim. Shalloq ham berib, jarima qilib tozaladim. Mana ziyoratchilar kelib ketibdilar endi. Yani bu yerga ayollar, qizlar kelolmasdilar. Mana hozir mana shunday lekin to'g'risini aytsam charchadim. 1 yildan beri men ulardan uzr so'rayman, katta qorlardan. Menga javob bering. Men boshqa kishini qo'yinglar o'rnimga desam, charchadingizmi? Asabim charchadi deb aytdim, yo'q. 1000 kishi qarab o'tiribdilar. Lekin ular boshqa tufayli kelarlar. Sizlar mana bunday harlarga o'tkazganlari yo'q dedi. Hozir ham bitta yarimta keladi, meni ko'rib asta orqaga qochadi.
Mana shu ahvol bilan yuramiz. Lekin bu kishining hissiyotlari ham juda katta. Farzand talab, darmonlar kelarlar, befarzandliklar. Mana shu kelarlar, bitta duo fatihya, bitta duo qilamiz. Kelajakda bir o'g'ilcha o'qishlar ko'tarib kelib, menga rahmat deganlarni men emas, million bizlar emas, oddiy sababchi bizlar axborot aytuvchi. Asosiy Xudo, ikkinchisi mana Xo'jamon bu ko'rib turiblarki, menga niyat qilib, ixlos qilib, tilak so'rab kelibdi deb shu niyatlarni, tilaklarni o'tkazibdilar, beryaptilar. Mana o'zim ham mana shu yil 4-fevral kechasi bomdod vaqtiga men soat 3:10 ga turardi. Mana bir appoq kiyimga, soqollari ham appoq, chiroyli o'g'il topdilar. Ko'ring. O'zingga ko'ringlar, tushunga. Men kim dedilar? Siz Xo'jamon bo'ku dedi. O'zim ko'rganim yo'q. Ko'rmasa ko'ring, haq to'g'ri aytasiz. Muhammad payg'ambarimizni bir ziyorat qilib kelamiz. Xo'p deb ko'zimni ochsam, telefonimni olsam, jasorim tagidan soat 3dan 10 turib. Shogirdlar toza bo'lib masjidimizga bomdodga keldi. Bir o'zim bilmab qolib, mendan o'g'limchi o'g'illari pasportimni olib hajga yubordi. O'zim bilmab qolib, 2 marta Muhammad payg'ambarimiz Madinaning o'ziga qabrlariga borib xatmi sag'ir qildim. Mening dadalari katta mulla o'tganlar. U kishini mazoratga borib, u kishini 2 marta haj qildim. Endi deyman, bu hayotni ko'rdim, hammasini. Yaxshi kunni ham ko'rdim, yomonni ham. Endi boshqa nima? Muhammad payg'ambarimizning yoshlariga ham kirganga o'zim hayron qoldimki, 63 ga kirgandi. Fevral oyi. U kishi ham 63 ga. Borib ziyoratdan o'shanga dumog'im cho'g'in ekan. Xafa odam o'zim ochilib ketdi. Hech hayronmanki, Xudo qanday qildi? Mana bu xizmatimni inobatga olib Xo'jamon bo'm yubordilarmi deyman. Endi birov chiq desam chiqmayman. Meniki chiqmoq edim, bu ishni tashlamoq edim. Mana qarang qanday. Ko'rmagan joyim bir payg'ambarimizni ziyorat qildirdi, ha? Shunga, lekin 3 kunga ish yerga bo'ldim, 3 kun. 15 kun ziyorat qilib keldim. Qarang-a, shularni. Lekin odamlarning duosi ijobat bo'lishining sababi shu yerda ziyorat qilishi. Sababi shu. Avvalambor Xudo ixlosi xalos. Ixlos qilib kelibdilar. Bizlar bekorman, men bu yerga bekorman. Endi mana bu rivoyat tarixda Xudo qanday bergan yoshligimga. Bizlar yoshligimizga kelgan mana shu orqaga supaydi. Katta qorilar, bobolar, bolalarim, mana bu rivoyat tarix ma'lumotni quloqqa olinglar, arqa qo'yish kerak. Hammamiz bu dunyodan o'tamiz deydilar. O'sha vaqtda meni quloqimga kelgan. O'shalarning ta'lim berganlari. Hech o'zim hayron. Xudo biladi, mana o'zi ixti G'avsul Azam bu deyla G'avsul Azam emas. O'z qishlog'iga. Xo'ja Abul Qodir Al-Jeloni ukalarining o'sha boynanga aytganing dushmanlari yerga qo'yib boradi. U kishi bir daraxtlarni mana bu yerda zo'riga o'xshaganning arasiga charchab yo'qshinarlar. Ular ko'rmasdan o'tib ketadi. Bu kishining bir ko'zlari tushadiki, bir qiz balani bir cho'pon yigit azob beriyor. Aşçıları kelib, ayoqlarda kalushlarini olib, yo Pirim G'avsul Azam deb o'tib yuborarlar. 3 cho'pon yigit dunyodan o'tadi, qiz bala ozod bo'lib qoladi beri. O'zlari achchiqlab Pokistonga borib, ukalari yerga yashab dunyodan o'tadilar. Bu kishilar bo'yina 4 aka ukalar dedi. Xo'ja Abul Qosim boy Ispanza qishlog'i. Endi ehtiyom ziyoratgoh qilibdilar aslida 4-5 yildan beri. Bitta singlari to'pxonaning orqasiga bo'yroq qo'shilgan yerga. Bitta singlari bizlarning qishlog'imizga past qishlog'imizga bir O'shonbo'lar bir guruh yashaylar. Muyubxon Eshonbo'ning hovlilarining ichiga qabrlari singlari. Ilohi amin. Mana shu dunyomizga har bir inson nima niyat bilan yashayotgan bo'lsa, niyatlariga yetsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari farog' bo'lib, mana u kishilar ham hammalari Muhammad payg'ambarimizni borib ziyorat qilib, hoji boboyu hoji ona bo'lib izzat hurmat bilan yordoshlar duolarga yursinlar. Ey Xudoyo, Xudo bandam desin. Mana sizga ham Xudo umri joningizga, kasbni poringizga Xudo barakani bersin. Ekovlaringizga mana Muhammad payg'ambarimizning oldilariga borib hajlar qilib, hoji bobo bo'lib izzat hurmat bilan yuringlar. Avvalo Xudo Xo'jamon bo'm qo'ylar.